Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda bar ediniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. Namı dastan qadam yetken hemmi yerde, bizge hemra negi basak bu Serker'de. Serker'de Xalqaro Savdo Cheklik Şirketi tajdarligida o'tkazilayotgan xush keldiniz programmasining bugungi soni huzurunlarda bo'lyapti. Men Abdulla Abdurahim. Uyda gol safarda choch osrimoq bo'lsang agarda hamromonga har kuni Allohning nomi Serkerda 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 yeza va shaharda Serkerda 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 yurishlik mahsulotlari. Bugün bizge aziz mehmon qatorida söyümlük naqshchimiz Abdurishit Yusuf, inimiz Ulbul Qosim Ömer ve Shirali Altekinlar bizning so'rinimizda bilib bo'ldi. Inim o'zi Abdurishit Yusuf kelganda hamda bu balkim Abdurishit Yusufning naqshlarini so'yib anglaydigan tomoshabinlarimiz hammasiga ayon otish o'g'li. Men bu Abdurishit bilan tanishdim burunla otishda xeyli nam qozongan bir xalq naqshchisi atalgan bir yigit ekanda. Men buncha otishda chiqargan shu xalq naqshlar bo'yicha chiqargan naqshlarni anglaydim. Ondan Urumchiga buncha biz tanishdim burunla kelib turdigan bir faoliyatlarga qatnashib turdigan. Demak, biz shaxsan men bu inim bilan tanishdim burunla otishdan Urumchiga taklif qilingan naqshchilarning qatorida bağıgan yigitganda o'zim otishni Urumchini yaxshi ko'rdi-da. O'zi ham Urumchini yaxshi ko'rdi. Bir sabablar bilan biz bu yigit bilan tanishib qoldik. Ko'nglida naqshi muzikaga ishtiyoq endi zo'r. Uning gap ketmaydi. Biz ikkimiz tanishgan vaqtida Abdurishitning bir albomini chiqarishga ehtiyoj bor ekan. Endi to'liq o'zining nomida butun naqshlarning to'plamini chiqarishga ehtiyoj bor ekan. Siz cheppagan shu vaqtdagi otishdan shu seni to'plamini ishlashga taraddud qilgan ideyaviy tayyorligini boshlab biz ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashib baqsak shu vaqtida qanday bir o'y fikrlar otishdan Urumchiga chiqish va meni izlab bu ishlarni bir o'rinlashtirish planiga kelganligini bir o'rtoqlashib baqsak deyman bizning ko'pchilik bilan. Men aslida bu naqshchimi emas. Naqshchimi emas. Burunda. Burun. Adam kichik vaqtida naqshchi bo'lmaydi. Ya'ni demoqchi o'g'lim men muzik o'rgangan, muzika qiziqqan aslida. Masalan, men 87-yili to'liqsizning o'qiydigan vaqtimda Xinjiang san'at maktabidan o'sha sana shu yangi imtihon oldiga o'qish qabul qilgan degan xabarni anglab men Qashqarda biz imtihon bergan. Shu vaqtda to'liqsizdan to'liqdan ikki xil turda imtihon oldik. 8 da o'qiydiganlarni oldigan deb men anglayib oldim. Men shu vaqtda 6 sinfda o'qiydim mamlakatda. To'liqsizning birinchi yilligida. 6 da o'qib turib 8 da o'qiydiganni oladigan degan anglayib men 8 da o'qiyman deb berib imtihon bergancha. Berib imtihondan shu vaqtda endi Abdulla akamdan shu biz Bijmeydan imtihon bergan. 87-yil. 87-yil. Bular endi 10-sinfdamiz to'liqda shu vaqtda 10dan dashiga imtihon berganmiz. Men ham to'liqsizdan Abdulla akamdan to'liqdan demak shu chog'da unda bo'lgansan. To'liqsizninki san'at maktabiga imtihon berdiganlarning qatoriga kirma deb, o'zini to'liqsizning putlagan yoki kutayotgan o'quvchilar qatorida bol qilganda. 8 ni o'qiyotgan o'quvchi deb bol qilgan. Amliyatda men 6 sinfda o'qiydim. 2 yil burun. Shunday o'yintamda qatnashdim nayati. Yaxshi 600 700 ga yaqin bal qatnashgan.
Şunu işte aldığınız zaten 10 ken go. Şu 10'ның bir sulap ötken ben. Hatta ma Şinjan sana şöyendim. Bodojon kelgen. Medeniyet imtihanısı katnaşsang şunu oldular. Layıkatlık bolsаңlar boldu degan chaqiriq keldi. O kesbi jihatdan o'tabsan. Kesbi jihatda o'tab medeniyet dersi kelyapti. Abi degandek men 7 bilan 8 dersi ko'rmagan o'tamagan. O'tamagan. Shuni bilan muzikaga berganda shunaqda. Muzikaga bergan. Bu men 7 yosh vaqtimda muzika chelishni boshlab ketgan. 93-yillarga kelganda ana deganchimcha bir to'y to'ykan bu nimada dezching bilan naqsh aytilgan bir yangilik ishlar chiqdi bu yoqda. Shuninglar anchimcha uning bir naqshi o'qib berib, shuninglar voy bu deb boshqalar bo'ldi ekan. Sen esan olgan bo'lgandek 93dan boshlab anchimcha bir naqsh aytilgan ish qiziqib qoldim. Yani lekin 94-yillar bir qarday chiqadigan bir zamonlikka shu qarday chiqadik. Bu deymi shu o'zini o'tida shu doirada hali mumkin men bo'lganimda. Qarday deganimiz hamda shu og'inlarimizlar billa o'zimizlar yozadigan. Bunda lo'yinjinda besib oladigan. Shunda bo'lib qildi. Keyin men 94-yili Urumchiga keldim. Urumchiga kelib bir müşahede bir taraqqiy qilg'izay bu ishni deb. Lekin bir restoranda bu bizim meşhur to'y to'ykin uyan bir naqsh o'qib ancha qilib yurdim. Endi 96-yilga kelganda bu yerda yana bir plastik ishildik. Umuman da lo'yin diye lekin yanshin deydi. Yanshin nopozliq resmi nashr qilingan nopozliq deydi birini ishildik. Do'stxonim deydiganda. Şu vaqtda shu akkordlashtirish qilib ishlagan ishimishadi. Olim sog'lom. Anadaki 99-yilga kelganda 98 kelganda menda taksilik MTV'lik dey ishlaydigan bir ish chiqdi bu yerda. Aynan keyin sizlar qatorliq cho'nglar tarım deydigan bir karaoke deb. Do'stxonimni aytdingmi sen? Yo'q, o'pchi qilgan bu naqshni. Shuning bilan bu plastinkaga bir qiziqish bo'ldi. Shunda bizim gashda deydim ben ishlasak deb. Aynan lekin bu deyni 2000ga kelganda boshladik. Boshlab shu vaqtda hamda Abdulla akamga naqshini o'qib, ancha-muncha muzika akkordlashtirib qilayotgan ishlarga aralashayotgan bo'lgandan keyin shu ba'zan bir naqshini hamda Abdulla akam bir 4 naqsha bersem aşadan cheppas bo'ldi deganni qo'shqilib tutganda. Masalan, Ekim kamga, Ekim Asanga bir nechini, Abdat Abdikimga bir nechini deb mana bo'lib chaqirgan işte. Abdulla akamga bir 4 naqshini kelib mashina cheppasingiz deb deyishgandan keyin nima bo'ldi deb shu yerda biz hamda asos tunishgan vaqtimiz dal shu 2000-yilda endi. Rasmiy ish boshlagan vaqtimiz. Shu deyg muzik chaqirish sababli. Shu amaliyotda biz 87-yili biz mana shu san'at maktabining teatr aktyorlik kasbiga imtihon bergan vaqtida bu demak senmi biz bilan birga shu imtihonga qatnashib muzik furunga to'liqsizdan berayotgan ekansan-da imtihonni. Kasbdan o'tib bo'lgan, uqtirishmi kelib bo'lgan, biroq madaniyat fanlari bo'yicha o'qimagan darslarni imtihon berib bo'lmagan gapda. Agar endi olib qolgan bo'lsa shu demak bir muzikant bo'lib qoldi ekansan-da. Hozirgi taqdirimiz balkim boshqacha o'xshamaydigan bir taqdir bo'lishi mumkin-da vaqtida. Bosh qiziqish, kichik vaqtda qiziqish muzika bo'lgandan keyin agar imtihonni o'tib o'qimagan bo'lsa san'at maktabiga kelib shu bir kasbni maxsus o'rganibdi. Muzikadan birini 4 yil yo 3 yil o'rgangandan keyin bu ishtiyoq bilan kirib ketgan gap bu kasb. Balkim davomli muzika o'qish mumkin o chaqda. Endi shu ishildimanda anaqa gin deb qo'ydiki. Dadamni naydi ama shu san'atga amroq anglaydigan odam-ku. Dadam tanarketchi azroq qo'ldan keldi ekan.
Şu asasen vücutta 4 numara burulap oynap жүрген adam болған екен. Өзі тәнәркетші адам. Şu nakşı müzik meyda sanat faaliyetlerine ait aktif amrak adam ki şu an adam deyte balam men ülep gitip kalsam jığlap jümey aşı nakşılık versen buludu. Sen terbiyeci boğulup karganda. İdisi yaman. Jümey akavremi berip nakşıda işkin okuyup kessem ama buludu deyte aşı gepler fakat isimden çıkmaydı. Gepleri karganda dadağımız sinemasında bir nakşçı buluşanı mı? Ondan bir oynayan arzu tutken. Bek medet bege o dadam. Na kem söz adam de ma gepni çıkmaydıgan. Şu jığıp yetti ölçep bir kılgan adam de. Bu çoğunlarının her bir eğiz gipi adamga kiymiş. Biz çoğunluğunda oylap kaldıklarımız kara. Birini bilip degen boğuyum dep oylap kaldım. Ben bu benim dadam aşında başta bir halkı yaramlık bir tunulgan bir adam boğan bastı. Bir eğiz gip baktı. Atalmagan erden atalgan döng yaxşı deydi. Şunu bana dep koygan. Siz mi keyin atalgan döng olasınız bulamda. Bunda bir eğiz geplerini adam keyin oylap kaldı ki. Kudda hazır senin dadam degende. Menin ölümümde jığlap jümey bulam. Qavreşin berip işki naqşını etip qoysam buludu degen gepni o'zi balkim adam qattiq bir arzusi bo'lishi mumkin. Sanat iştiyaqı var ki. Bunday adam bo'lishini balkim shu vaqtida bir ko'ngliga tutgan bo'lishi mumkin-da. Aşta bulap endi u deyginin ilki plastikinin gipi qaytib bilelim de. Şunun ola şu vaqtidan da ma dey plastik işlaydigan deyçim bek chiqqan. Bir endi ismini demeylem de bir deyçi burader müşten diyen bir işlesek degen bilen buludu dep Abdullah akamnınki uyga kelip müşundan dep bir 4 naqshini nemesini qilib ketgandan keyin men bir 4-5 gün ötküzüp men bir özüm ayrım bir keldimde bu adamın yanına. Muşlu qanda boladi aka bir atal başlap baqdыңызмын. Turib Abdullah akam dedi, "Ukam sen xili bir naqshchi ekansan, yaxshi naqshchi ekansan. Sen aş deychilar qilmasanmi ishni?" deb. Hatta u vaqtida qaysi deychining yaxshi ishlaydigan, qaysini qanday ishlaydigan men uqmayman de. Deychi deb bildim de. Dastlab ko'rishgan bilanlar tutishib ketgan gap degani, ishlaymi degan. Degandikin qanday gap desam, mayada Nava Ünsün merkezideydigan Hüseyincan deb bir ağaynimiz var. Bu deychining aldığımız şu. Aşk qiysun. Men seni aşkınga tanıştıray. Mayada bizning bir akalarımız var. O ne sen deysen bunda bir kelip bir meslet bilen bir işini da qilmamdoq deb tunji qadamni bir to'g'ri yo'lga başlap qo'ydi da endi. Müslüman endi Hüseyincan oldi to'g'ri shu mezgilda. Bu hali undan taraqqi qilgan. Endi shu vaqtning o'zida men damali farq qilolmasammi o ishni. Lekin o ishning unum bo'lganligini rost bir to'g'ri yo'l boshlab ketgan edi. Deb endi aytdi, xush bo'ldim. Onun endi o deychi deganda onun mablag' silishi, onun keng ko'lam taqtishi o'xshamaydi ekanda. Shundan shu birinchi dey 2000-yili başladık. 2000 ma'lum deychining bir kasallikmi bir sabab bilan 9 oydak biz ungim ep bo'lib muzikamiz bitgandan keyin bir yilga yaqin turib qoldi deychi. Shunda 2001-yili yil oxiridami taqat dedeyni. Chiqdi, naati yaxshi bo'ldi dedi. Endi yaxshi bo'lganini biz bilib turibmiz. Uniki ta'siri yaxshi bo'lgan. Operasyonki bak mangan bilasın. Muvaffaqiyat qozongan unda. Şu tunji qadamni endi onun aldidikisi endi Ünalgıday chiqargan, ben to'y-to'kimiz bilmashirib restoran, onu biz hesap demaymiz endi-chi. Ma haqiqiy bir xalqqa amaliy bir narsani yolg'iz kishlikda endi sunib shuni chiqarib shundan azroq natija qazonganimiz haqiqiy rost bo'ldi g'ayishga. Andan keyin shuni ular yana keyin bir necha ishladik. Ammo demak shu tunji qadamni
Abdullah akam to'g'ri bir yo'lga yetaklab menga bir haqiqatan da bir yaxshi mehr muhabbatni yetkazdi. Haqiqatan bir bu adam biraz ko'ngil bir baland odamga his qildik. Shunga rahmatni hamda 20 yillik deydi. İşimizde rahmat deyilek hamda 20 yillik. 20 yillik. 2000-yili shu plastinkadan keyin Abdurishning o'zi aytganda san'at hayotida yana bir burilish nuqtasi deb o'ylasaqmi bo'ldi. Shundan keyin andın mayli atishda bo'lsin, mayli Shinjong har qaysi joylarda bo'lsin, san'at faoliyatidan ko'p bu burunqiga qaragan texmi aynida. Shuna. Tashviqot. O tashviqot yomon tashviqot. Abdurishning kasb bo'lgan qizg'inligini, vaqt, iqtisod bu narsalar buzib o'tmasligi mumkin. Mening ko'nglimda shunday. Balkim oilada sening ko'nglingda yengil bo'lmaydigan bir to'sqin bo'lsa, balkim bu bir necha yil uzilib qolishi mumkin sening taraqqiyoting. Men sening yaxshi bir hisobda ustozing yo akang bo'lgan bilan naqshlarini so'yib anglaydigan odam ekanligimni ham bilsa. Men rag'batlantirmaychi davomli. Salla jim qilib ketdi, telefon qilmay yo atishda yo Qashqarda ko'rishimiz, "Ey, bo'lmadi. Bular" deb o'tqalab ancha-muncha o'taldirib qo'yib, bunday yuradigan ishlarimiz bor. Rag'bat beramiz demak. Ammo shu jarayonda mening ham ozroq xabarim bor. Bugun o'rtoqlashishga bo'lamdi. Shu sening eng zo'r qiyinchiliging bor. Boshqalar deydi, Abdurish bir mazgil uzilib ketdi, yo'qolib ketdi, unda bo'lmasa bo'ldi debchi. İşte bunun için şu hayatımda tunç ettim. Ben bir nakşı icat kılgan adamçı. Hayatımda bir nakşı icat kıldım da, üzülüp kılışka münasebetlik. Ona tehe ilan kılınmadı, kılmakçıymış o. Yıkandı plan var. 2013 yılları dadam qaytish bo'lib qoldi. Ko'nglimizda bir naqsh aytqidek bir kayfiyat yo'q bo'ldi. Bu ishni endi bir nima qilib tursak, eng yomon bo'lgani mening ayolim ig'ir bir kasallikdan yiqilib qoldi. O'lishib keldi. Keyindan kelib qoldi. Bu uning ustiga doktor endi shu Abdunur rayonimizdagi eng munavvar doktorxona bo'lgan birinchi doktorxona desak shular yakuni shu chiqadi. Bu kasal saqaymaydi degan bir yakuni chiqib qo'ydi. Hech nima bilan bolalarimiz sal ushoq. Hatto quchoqda 3-4 oylik bo'ladi. Naqab qilgan holatda. Şunun bilan endi uning cho'nglarimi ushoqda. Shu xuddi bu kasal saqaymaydi desak, böyle yo'g'on qon bilan mushak bo'lgandek bir sizim bo'lib ketdi shu zamatlar menga. Shuning bilan ash minutlar 10 yosh umrim qisqarib ketdimki deb his qilaman o'zimni. Sen shunchalik kuchli ta'sir qildi bu gap. Saqaymadi. Endi bu xotin degan bazad bo'lgan bilan bolaning onasida uni nima naq gapni qilsa. Bu yerda uchiqroq desak, sen ayolingni yaxshi ko'rsan. Muhabbat bor. Shunda bolaning onasini endi bola ushoq tursa, endi amaliyotda to'g'risini degan vaqtida u o'lmay men o'ldirganlarni ish chiqayotgancha meningda. Shu sababli endi zo'r qiyinchilikqa duch keldim endi. Buning yoki iqtisodiy yoki boshqa sabab yo'q. Ammo ash kasal uning ustiga 4 oyda bir qitim doktorxonaga yetishi shart endi shunday shunday chiqadi. Shuning bilan buni 4 oyda bir qitim endi u atishda ayolim dedi kadr endi. Buni bu yoqqa ekilish kerak ekan, bu yerda davolat bir mezgil turish to'g'ri keldi ekan, yana bu xizmat bor ekan, balla ushoq ekan degandek, shunday bir o'ngishsizlik bilan
Ötep ketdi bir 5-6 yıl hayatım. Ama içimde uqib turdim naqshimda. Ya bir televizor yoki bir bu kichik bunday haligi qatnashamdim, u qatordan sal qilib qilish bo'ldi. Lekin ichimda o'qib turdim. Ichimda o'qib turdim. Lekin demakchi Abdurishning mushu hozir mana biz ko'pchilik bilan o'rtoqlashgandek eng muhim sababi vaqt yoki iqtisodiy yoki boshqa sabablar emas. Eng asosligi oilasida yuz bergan mana biz anglab o'tgan shu singlimizning bolalarning onasining yoki Abdurishning umrlik hamrohini tuyuqsiz ana bir ig'ir kasal bilan yengil olmaydigan bir qiyinchilikqa duch kelganligi bo'ldi-da. Mana bugun biz ko'pchilik bilan buni o'rtoqlashdik. Balkim shu jiq do'stlarimizmi seni mush tarafdagi mushu sirlaring bilan, mush munglaring bilan mungdash qilsa bilgisi bor bo'lishi mumkin. Ko'p so'raydi. Ondan hozirgi kelgis davolash bo'layotgandi singlimizning. U davolanish to'xtab qolmaydi ekan. Umrlik dedimdi. Bu davolanish burunqidimmi bag'ansira chunqurilish. Endi kasal yaxshilanish qilmasa davolanishimi bo'shaydigan. Agar taraqqiyotning bo'lsa, u yana bo'ldigan ishki. Men hozircha hali yomon emas. Yana davomli shu davolanish yoki kunda bir qacha dori bor. Endi bir qacha deganim endi 7-8 xil dori olgandan keyin biz to'ksil bir qacha keladigan ko'p. Da qarab endi demagan bilan ichim og'riydi. Chunki u bir odamning qizi tursa ichim og'riydan bolaning onasi endi menga kelgan endi andashib aytganda bu bir omad deb bildim-ku bu ishni. To'g'ri. Bundaq sinoqda o'tamasak shunda. Shundami? Durust gap qildim. U chunki saq tekkanda menga, saq vaqtida tekkanda. Bizning qo'limizga vaqtida kasal bo'ldi, u bizning omadimiz. Bizning shunaqa mehrimizni berdiganga xizmatini qilgan yana bir fursat bo'ldi. O'zimizni isbotlaydiganga. Shunda. Çaş güzelleştirishdagi bo'sish xarakterlik mahsulot sarkarda chashni bir qitimda yuvib qaraydi suyuqligi chechingizni jonliq paqroq qiladi, rangi o'nglaydi. Tarkibidagi odamga oziqlantirish javri chechingizni texnik sog'lom qiladi. Ishiltish intayin qulaylik. Chashni bir qitimda yuvish, bo'yash maqsadiga yeta olasiz. Sarkarda maxsus siz uchun ishlan. Bu tish asrashdagi bo'sish xarakterlik mahsulot. Tish asrashning eng yangi, eng unumli mahsuloti borliqqa keldi. Sarkard aql tish pastasi tish quritlashdan oldin olib, tish sog'lomligingizga kapolatlik qiladi. Aqlli kishilarning tanlashi Sarkarda aql tish pastasi. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida olib berilayotgan xush keldingiz programmasi. Shu sababdan demak ijod vaqtlari uzilib qoldi. Ondan Urumchiga yaqinroq turishga to'g'ri keldi degina. Birinchidan men 94 hozir 2020 bo'lsa 26 yil o'qibdi. Men mana shu Urumchiniki bu so'g'ishda ikki aralıqda cho'kilib yurgan. Men bal vaqtimda Urumchiga kelib shu san'at tikalayligimni ko'z tutish maqsadida keldim. Shu aralıqda nurg'un qiyinchiliklar bo'ldiki. Shundaq qiyinchiliklarni yengib keynimga qaytmay davomli oldimga qarab mangdim. Shuni qaragandim bir ko'nglimga loyiq eng muhim bir narsa bor ekanki, mushu degan ulug' kichik tinish deymiz. Bu indan yomon narsa ekan. Shu men mashina bir tinib qolgan jo'barim. Shu ulug' kichik tinish menga bir g'alaba olib keldi deb bilaman. Men belki 3 yaş yoki 5 yaş, 3 yaş vaqtidagi ishni bunaqa xotiram yaxshi-ku. Ashuni eslab deb beralaydigan. Sen palon vaqt manda degandan deydigan manda bir olayligim bor meni. 30 yil avval sen manda degan menga. Men sana manda javob bergan deydigan manda bir huyim bor meni. Hamma narsani ism bakkan saqlayman. Bu ulug' kichik tinish nerdan kelgan desa, masalan
Abdulla akamlar bizden bir neçe yıl ilgiri bunga kesiplik qilib natija qozongan yoki biz ham kichik bo'lganken televizor qarab naqsh o'qisa. Chunki men xuddi Abdulla akamdan yaxshiroq o'qiydigandek tuyg'u bo'lgan ekan. Ichimizda tinib qolsa ham ishqi rasmiy ishingdan qiziqqan ekan kasbga. Yoki xat degan gap bo'ldi. Bu ichida g'ayrat, shijoat, orzu, armon, ondan xat degan gap bor. Biz endi ma'muriyatda 5 yashimda o'rgangan so'zni. 5 yashimda o'rganib, kichik bo'lganken men unutib qoldim-da. Unutib qilib, yani 2 yildan keyin sal cho'ng 7 yoshga kelganimda, aynan nevrakam Ravabni tanishtirib qo'ysa, shu nodim yani bir o'rganib olgan paytlar, shu bitta unutib qolmay ketgan yana. Ma'muriyatda 5 yosh vaqtida o'rgangan. Kichik bo'lganken unutib qilib, 7 yoshga kelganda yana bir o'rganib ma'lum ketgan. Şuna bu nayeti üzerinde tug'ma deb his qilishim shu. Nayeti kichik boshlagan bu ishni. Shunga bu televizorga qarab havas qilib qoldik, tinib qoldik. Eshik chiqib qanday bo'lgandi deydigan. Shundaq hammadan bir puldan san'atga qiziqqanlardan bo'lsa, unchalik arzu havas bo'ldi, lekin bundaq omadlar hammadan nasib bo'lib ketmaydi ekanda. Lekin ajr qilgan Aşının peyda bo'lgan adamlarga cho'qim nasib bo'ldi, tirishqa odamga qalbi nasib bo'lgan ishga. Yani mena bir bildigan uchurim mushu yigit ayolni yaxshi dam olish uchun kasal bo'lgandan keyin ham ma'lum jihatda bir iqtisodiy asosga texnik puxtroq ega bo'lib, mush kasalni uzoqroq davolattirganga tayyorlik qilish uchun bir yeziga bir dach shakllik bir o'rin hozir qilgan. Bir sebep var. Muş sınırımız için. Meyli iqtisadi jihatdagi unum yoki bo'lmasa shu qizning shu yerda yezi tip-tip olurdu da. Dam oldirish. Abdulla akam bag'an o'yga. Men bag'an. Haqiqatan bu o'yni qanday yasadi deymansan? Shu ras xudi bilan o'zichami odamlar ishlaydi u yerda cho'qim. Men his qildim. Aynayli qilib uloq chiqdi. Xap deganda yasab chiqdi-ku, men o'zim jarayonni bilaman. İlk saxtımı? Oxiri uyak borib qarab. Basam shu zodi har bir naqshda buning aqidasi bor-da, ko'rdim. O'yinlar kan-kanra men tushuntiryapti. Aka, menda qilsam bolaning onasi misha kasimi yaxshiroq dam olaydi ekan. Bir kunmi bo'lsa xushal qo'ram o'talaydi ekan. Ondan boshqa hamda bir ancha-muncha uni buni ko'rdi, o'zimizni tug'ilib cho'ng'ayrimiz. Ota-onamiz dastiga ya, andan haqlik kasa. Sırtqa ancha-muncha ichvatsam, hozir ham naqsh muzikani to'xtatgandan keyin iqtisodiy jihatdan manba buzilib qoldi ekan deb. Shunday yaxshi bir umuman buning shu 6-7 yil qilgan ishlar hammasi ash singilimiz uchun. To'g'ri. Biz buni guvoh. Haqiqiy muhabbat. Rasmiy muhabbat desak bo'ldi. Burun sizni deb chaqirib saldim degandek bir hikoya kelganda, to'g'ri. Mush fikamaji qildi qarab. Lekin qanday bo'ldi desam, unda bir qurilishni qilgan o'zining qilgan qurilishini o'zining bir hayotidagi asar hisoblanadi. Bir naqshimizni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi bu. Oxiri singlimiz Urumchi davolanmasi bo'lmaydigan chiqqandan keyin ashinimi oxir tashladim deyman. Biz endi o'shanda bir balla ta'til bo'lganda bir tug'dik bir oy yoki 15 kunda basak bo'ldi. Hammanasi joy-joyda. Biroq taqoqliq. Anam bor. Anamni azg'inken bir 80 ga qilishib qoldi, yosh umri uzoq bo'ldi. Anamni anda cho'ng uyga yolg'iz tashlab qo'yishmaydi. Men bilsam bir necha naqshlarni ijod qildim. Xuddi o'zining mijoziga o'xshash. Uni sen bek oshkor qilishni xohlamayman. Balkim aytibli berdim bizga. Abdurish ishlagan degan bunda gaplar sening uchun bak muhim emas. Senin için şundan bu. Elbette. Hem de onu da bu şu itiraf qilinish deydigan bir ish bor. Biz ham de mush kasbda haqiqatan de bir sistemlik tarbiyalanib ketgan odammiz birinchisi. Ikkinchidan bundan burun ham biz bir o'rinliqchi bo'lmoqchicha. Yoki bu o'rinlarda
muzikasi Abdurishitniki yo teksti Abdurishitning deb e'lon qilinmagandan keyin unda xalqimi Abdurishitni ulab chiqib qolsa bir xil men ishini o'zim qabul qilmadim-ku, chunki to'g'ri tushunganlar bir yozda, to'g'ri tushunmaganlar bir yoz gap qilsa bo'lmaydi deb. Ko'p narsani xalqning deb e'lon qilib o'tdim. Xalqning bo'lsa, hamlet shu xalqqa berayotgan narsa xalqning bor. Xalqning bo'lsa, bir qadar cho'ngroq bo'ldi ekan. Bu yerda bir katta bir gap chiqdi qara. Xalqning bo'lsa texnik cho'ng bo'ldi. Haq e'tirof qilgani eng muhimda. Va bizmi shu xalqning ichidagi bir qism, bir son. Xalqning bo'lsa nima bo'pti? Otish xalq naqshlari aslidan bor. Ashunday go'zal. Qurilmasi oddiy. İşte qabul qilgan. İşte qabul qilgan. Hammadan tam sezgisi shunda, anglash sezgisi yetmay keldigan chiroyli anglar. Asalda adam istiqoldi. Endi buni balkim bir mezgil unutilib qolgan bo'lishi mumkin yoki bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi shu bir uzilishdan keyin Abdurishitningki ovoz orqali bu Urumchiga yana qayta, Urumchiga o'zimizning madaniyat markazimiz, madaniyatning bu yerda qayta bir bix surishning o'zi keyingi yoshlarimiz uchun, keyin yana otish naqshlarini texmo voyaga yetkazib aytgan nurg'un shogirdlar uchun bir yo'l hozirlab berdi. Ko'pchilik bilan otish xalq naqshlarining Uyg'ur usullarini o'ynaydiganga, kayfiyatni ko'tardiganga, texmo bir muallidganga anglashlar uchun. Yoki o'zining ro'yini ko'taradigan odamlar uchun bu Uyg'ur usuli ajoyib keldi. Udarni tiz ostida Uyg'ur naqshlari uchun otish naqshlari ajoyib bir bakgavdlik. Usul o'ynag'isiz kelsimi? Otish berdi deydi. Hozir 3 berdi. Bu bolalar aytib, 4 berdi, 5 berdi. Necha bo'ladi? 8 kishi bo'lgan hozir. 9 mikan. Oshunda da ketib to'ymayaptimizda bu naqshlarning kelib melodiyasiga, bunaqa udaniga. Uning ustiga restoranlarda shu otish perdisini o'qiyolmasa bo'ldi, bo'lmaydi. Qabul qilmaymiz degan uni. Bo'lmaydi. Chunki ham shuni usul o'yini, usul demak, otish perdalari desam Abdurishit esi keladi. Boshqa keladi. Va bu jihatda haqiqatan sen demasang biz uni shunda e'tirof qilamiz ham anga olamiz seni xizmat ko'rsat deb anga olsak. Hozirgi kelguncha mana moda naqshi bo'ldi-da bu. Gerçi klassik naqshlar bo'lsa-mu, hozirgi zamonda bu moda naqsh bo'ldi. Shuning buni bir g'ayri bir yangi uslubda naqsh aytish yoki liushing deymizmi, moda naqshlar, boshqa klassik naqshlar boshqa deb o'tish meni toza aqlsizlikmi ya toza namuvafiq bir atashmiki deymi? Bu qachon uchun kim uchun xizmat qilsa? Abi degan gapingiz nihoyat durust bo'ldi-da. Hozirgi zamon biz uchun xizmat qiladi. Mudug'ni rasta buni. Mudug'andiki hozir moda naqshi desak bo'laverdi uni. Shunga men bilgandim o'sha programmaga bizning bir chiqayotgan bir inimiz bor, Asqar Muxtar deb ko'pchilik bildi. To'g'ri. Hozir nihoyat yaxshi taraqqiy qilib yaxshi ilgirlash bo'ladi-da inimizda. Bir tekst bergan Jinim Mash'uq deydigan xalq tekstiga ishlangan shu Asqar ahangni ishlab qildim. Abdulla akamning shunday bir programma bor ekan, shunaqa bir ahang ishlab bersam inim desam. Shu Jinim Mash'uq degan temaga bir ahang ishlab ekan. Men shuni oz bo'lsa-mu ekkeldim. Lazım emas dedik. Lekin ben anlig'imiz bor. Naqshlardan o'zirlab. Rahmat. Tibobat tarixiy materiallarda zanchivil, jigdi yelimi, qahva uruqi qatorliqlarning choch chiqishni ilgari surib, bosh terisiga namlik yetkazib, chochni yiltizdan quvvatlaydiganligi xotirlangan. Sarkardi şirkati bu xil o'simlik materiallarning afzalligini bayqab, Sarkardi shifoiy yurishlik choch so'palarini choch asrashni maqsad, sog'lom chochga ega bo'lishni orzu qilganlar sundi. Choch so'palarini tanlaganimizda bexatar sifatligini tanlashimiz kerak. Chunki choch demak beshimizga toj demakdir. Sarkardi shifoiy xom zanjivil g'oli yurishlik choch so'palari. Ko'rayotganingiz Sarkardi xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida ep berilayotgan Xush keldingiz programmasi.
cinin meşuk Candını üzün artık Küçük ketme tumucuk Sen bulgaç gönlüm top Küçük ketme tumucuk Sen bulgaç gönlüm top Gül meşuk cinim meşuk Candını üzün artık Gül meşuk cinim meşuk Candını üzün artık Peşin şoktur, peşin şoktur Peşindim kirpigin şoktur Cahanni aylanıp görsem Senin de yakşı yar yoktur Cahanni aylanıp görsem Senin de yakşı yar yoktur Gül meşuk, cinim meşuk Candını üzün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candını üzün artık Peşindeyim, gözümdeyim Gözümün gülüdeyim Yürekli çak çak etken Özümün söygünüdeyim Yürekli çak çak etken Özümün söygünüdeyim Gül meşuk, cinim meşuk Candını üzün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candını üzün artık Meşuk, cinin meşuk Cemalını görermen Odunda zar zar akşap Ecel yetme gülermen Odunda zar zar akşap Ecel yetme gülermen Gül meşuk, cinim meşuk Candını üzün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candını üzün artık Gül meşuk, cinin meşuk Candını üzün artık Küçük ketme tumucuk Sen bulgaç gönlüm top Küçük ketme tumucuk Sen bulgaç gönlüm top Gül meşuk, cinim meşuk Candını üzün artık Gül meşuk, cinim meşuk Candını üzün artık